Ya nima ish qilyapsizlar? Soqollarim bu chaqpalak bo'lib ketibsizlar sizlar. Ay muallim yotaverib, omurtqalar qitib ketdi. Bizimizning ammo qaqash qismliq kinoga tushib oldi. O'tiribdimi ne? Chiqishtiringlar bo'ldi kinolarni bolalar. Men bak sirib ketdim birdan bir mungdi shayli. Odam bilan odamlar. Bolalar, zerikib ketdik-ku. Zeriksak yetyapmiz. Teriksak yetyapmiz. Qo'soq ashta yetyapsizlar. Qo'soq 99 yana yetyapsizlar. O'g'ilni kes yetyapsizlar. O'g'ilni kessanglar yana yetyapsizlar. Boshqa qilak bilan ish yo'qmi bizga? Kaqalanglar o'taman. Sizlar aqlliq-ku. Yotmay nima ish qilamiz? Nima ish qilamiz yotmay? Yotmay nima ish qilamiz? Nima ish qilamiz yotmay? Yotmay. Bo'ldi, mo'yloq. Qilib mo'yiti olib bir maska tutmanim. Opamangli bo'ldi. Parangli shayli ballamda bir chiqilib bir parang qusonglar. Ha, mana naq musharak kelgan chog'da men bir muhim gapni bir so'zga qilib olay, ya. Ha, yaxshimi do'stlar, yaxshi to'nalarmi? Hozirning o'zida telefonlarni ilib, Unidarning So'so degan yerga DDFM deb bossanglar, bizning DDFM saloni chiqadi. Ha, shuni guvanjo qilaveringlar. Chunki az kundan keyin tez vaqt ichida bizning yangicha etotlar shu salonimizda ham taqdirladi. Dal vaqtida ko'ra olasizlar. Rahmat sizlarga. Ha, ma'lum amdadan. Timi deb bolalar. Ha? Tusun. Mende malım param yok. Fakat arzu var malım. Yemem sen şu derdinni, işte bagajlıkta oturup, mungduş pel qınmamdık dere, qanday yardam qilayli sana. Tusun. Ben malım arzu to'y teklif qo'yay degandim. Tayyorlab qo'ygan gaplarim batdi malım. Lekin bilamadim malım. Mush gaplarim arzuning qalbini erita olamdi, erita olmamdi. Gaplarimni arzu anglab, ma'qul, damo yoki yo'q, damo malım beshim qaytib bordi. Ya osonli bir ishkan bu. Arzuga to'y teklif qo'ydiganga bir gaplarni to'qiding. Mush gaplaring arzuninki yurgini ertalamdi, ertamamdi. O'ylashib peshin qaytib ketdi shundami? Oson ish bu. Men sana yordam qilay. Hozir Canga, sen menga mana oldi o'tda. Canga qarab sen xuddi arzu qaragandek bo'lib, shu talaffuzda ichingni to'qigan gaplaringni deb baq. Anlab baqayli. Agar bu gaplaring bizni ertalasa, arzuni 100% ertadi. Kela Canga. Tusun, sen hozir o'yla, oldingdagi mushu inson sen suygan, sen kuygan, arzu deb ko'zning ichiga tikilib qara. Malım, Nima? manın qarab qatti arzuni kallam ekilish mumkin bo'ladi. Men bir arzuning o'rniga ma'ni ol demadim. Ma'ni arzu deb bilib, qalbingdagi so'zlaringni deb baq. Anglab baqayli demakchi. Tanga, ularga vaqtlanma. Ma'qul malım, emis men xayolimni bir aldab baqay. Maka arzu. Bunun çırayını arzuga o'qitishning o'zi bir cho'ng jinoyat. O malım. Belaqtalla. Ma'ni sen nahayt chiroyli bir qiz bola deb o'ylasangli bo'ldi. Buning chiroylari qarab, hissiyotlanib ketmasang bo'laverdi. Chiroyli bir qiz deb o'ylab ishni boshlab vaqtingmi? Men bek og'ir tetib borsa bo'la. Arzu. Ben seni düşümlü görgen. Seni söyle. Dadağın seni bana çokum verdi. Sen men bilen çokum baxtlik bolasın. İkimiz to'y qilamiz. Bir non tapsak tana yeymiz. Bütün dünyani sana hep verme. 6 yedi çay oynasam mı bo'laverdi. Ben pulni amalini qilib osmondagi oyni maqtadim. Bütün yeringe oltin taqib etaman. Momamning qo'rasi kayfag'i chiqsa, yerim pulni sang'ilib beraman. Sen mening Arzu. Arzu. Qanday malum, ma gaplarim anglasa arzu menga tegami? 117% sana tegdi. Rasman malum, qanday unda jazmlashtirib aytdingiz malum? Çünkü bu gaplarni anglab mening tegib olib kelyapsan. Onda sen aşağı tugidga qara. Da bir cho'ngroq tibida paranglish baqsa bo'ldi demasam, burun quloqlarga azib qolgan farqini-chi. Adam burun qandati, yozi qandati. Mushunda bo'lma, majburiy qildimizniki ba'zi bir tomirlarni ichib talaymiz. Burun quloqni azib qolgan farqi.
Barışça sildap yapınlar. Burunlarda malim. Ha 5 kun do'kon kirib, to'shaq nasib chiqatdi. Bingo, dangza, fanbeme, chokili, to'shaq. Hozir do'konga kirib, unda jiq narsa og'il bo'lmaydi. Hozir nimishqa og'ilmaydi. Oo, hozir og'ilmaydi. Hamma jenkon tusamadi. Boşlan işlerim tezek tuttu hazır. Tasma. Ha? Endi kim keldi Canga sildanlar birani. Burullarda ma'lum shu buvamlarning mezgilida bir qiz bilan bir o'g'il tunji qidim ko'rishgan vaqtida xijil bo'lib bir-birisini ko'ziga mundara qaramaydi ekan to'q. Hozir qanday olayib tamsha? Hozir qiz o'g'illar tunji ko'rishdan keyin ham xijolatchilikdan bir-birisiga qaramadi. Yo'q. Hammadan o'zing tarixini so'zlaydi deb ko'ziga qaramayotgan bir ayz qiz olar ekanda sizniki. Hakada. Ha, yana kim demidi? Qosimga sizlar qapsiz sizlar birini danglar qani. Burunlarda ma'lum erlar ormanga o'tin bilan bormaydi ekan. Hozircha. Hozirgi erlar sorun xotin bilan bormaydi. Erlar to'g'risi unimi demak uqdingmi? Biz erlarga asad emas. Qapaqvash. Men sizlarni bu ham bir ilmni qilib qo'yay. Bu dunyo statistik qaragan vaqtda shu erlar ayollar qaraganda insofliroq bo'ladi ekan. O'zim tepag'an gap emas-chimi? Dunyo statistikasida. Nimish qarab so'ra mendan. Nimish qarab so'ra. Nimish qarab desanglar, ayollar bir erdan nur olgan narsalarni talab qiladi. Uy, mashina, bu yemeklik nurg'un narsalarni talab qiladi. Bir erdan. Biz erlarcha. Biz erlar butun dunyodagi ayollardan bo'lsin. Faqat bir narsa. Mehr. Biz erlar ayollardan faqat mehr talab qilamiz. Nima deb qilmay ketgan. Bo'ldi bu ayollar to'g'ri qarag'an sizlardan qilib biza qo'lgan yaxshi. UFC'ni bilamsizlar? UFC to'g'risida qarag'an şey. Habib Kangnani qanday futbolda qaysanlar qilsizlar? Malim, UFC'deki Habib kanalın müştemilini kısıp yumuldu. Qo'ya, bo'g'ab o'tirib qo'yma yana. Sen mana shu Habibningki Kangnani mushta qisib yengvag'ini bilaningiz bildingmi? Ha, bildim. Nimani bildingiz? Bu hayatta yangish uchun qisish kerak ekan malim. Cho'nqur ilmga ega bo'lsa UFC'da. Bo'pti bolalar, unda bo'lsa bugungi suhbatimiz shakaydi bo'lsin. Aytmagan bir aqorslarni izlab kirib. Qanday? Malyam, tutturgan mening bir sizga gapim bor davolay. Nima? Malyam, hozir 3 ta zo'pen chiqib xili vanqonib qoldim. Shu piki qilib pul topay davatmi? Siz buni qanday qaraysiz? Habib Kangnani qanday futbolda? Qisib, Malyam. Sen maçta qilamsan.